Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar. Bugungi yukimiz o'zimizda Farg'ona viloyati Rishton tumani, Rishton shahar zaman bo'ladi. Kulolchilarda yurt tumani akaxonimiz kelgan. Aka, va nihoyat qutuldik. Ha, Xudoga shukr aka. Ketadimiz. Mana buni aytmoqchi, buni olib qo'ying aka. Bu Ramazon hadiyasi aka bu. Ozgina bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham. Aka. Akam bugun umuman bir g'alati narsalar oldi. Aka o'z zakaz qilib ketgan narsa. Ya'ni bu apalobkamiz 60lik chempion apalobka. Rishtonliklar apalobkasi faqat bitta narsa universalniy o'q katta teshikli qildirib, razmerlari boshqacha, ya'ni bitta 2 metrlik, biri 70lik, biri 50lik, biri 30lik, biri 20lik, 1 metrlik, 80lik, 60lik, 50lik, 40lik ana shunaqa qilib mana. Akam o'yinki 25 metrmi deb o'zi? 28 metrmi? 28 10 apalobka qildirdi. Bitta misholga, ikkita arava, bitta bonusga, bittasi nimaga qo'yinki akamizga hamma narsasini burchaklarini qilib berdik va o'qini ham bir g'alati qilib berdik. Shu teshikli universalniy o'q qilib berdik. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Aka salomat bo'ling. Alloh baraka bersin. Xizmat bo'lsa telefon qilaverasiz. Kelaverasiz. Yaxshida ko'rishaylik. Qo'shimchaliklarni g'aram qilib akam anchagina nima qilib, xudo xolasa so'qqa ketadi bu dedi. Akalar, kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqangi neobычный, ya'ni noodatiy bir umuman razmerlari boshqacha bo'lgan bir g'alati apparatlar kerak bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Mana Samandar akam, Asror akam ikkalari yasab beraveradi. Mana 12lik pul top chiqyapti tepasiga, ya'ni planka qo'yadigan. Mayli, salomat bo'ling. Apparatlarimiz ketdi. Mana voy, charchaganlar. Yaman kuttirdilar, yomon ekan, bugun yasab berdilar shu ekan. Ha, mazaqsin deydi. O'yinga mana. Olmaylar endi. Samandar aka. Nima deysiz endi aka? Yaxshilab qildingizmi? Chiroyli qildingizmi? O'zi ham ko'rdi. Zo'r. Qo'yinki mana 1 metr apalobkalar, zagotovkalar qo'yinki ishlar avjida. Ro'za bo'lishiga qaramasdan ustalarimiz ennasini ko'rib ishlayapti. Qo'yinki ijod qattiq ketyapti. Apalobkalar terib mana 1 metrlik apalobkalar, zagotovkalar u tomondan chiqyapti. Bu tomonda ham qo'shimcha aravalar, bonusga kelgan aravalar. Agar telefon qilaveringlar, qo'yinki o'sha manzilimiz katta yo'lda bo'yi Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterin qishlog'i Dehqonoboddan Kamina Shamsiddin Abdurahmonov mana shu NBM, ya'ni Nur beton mashalarkalari qurilish anjomlari ishlab chiqarish xususiy korxonamizdan sizlar uchun telefon qilaverasizlar akalar, aloqadamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.